aravani torta boshlaganda u yog'och aravadan 2 barobar og'ir ekanini sezib juda charchadi. Uning ustidan qamchi yog'ila boshladi. Ushbu og'ir mehnatdan keyin otning kuch-quvvati qolmadi. Kechki tomon holdan toygan holda otxonaga qaytdi. Ozgina yegulik bilan kifoyalandi. U oq otning yon tomonida yotdi. Bu yerda u hech qanday tasallini his etmadi. Oq ot uning qulog'iga shivirlab dedi: "Sen qochib kelib xato qilding. Har gal men seni kechqurun yengil o'tin ortilgan arava bilan, mehribon va insofli Nuh amaki bilan birga ko'rganimda o'zimga achinib ketardim. Bir kuni Nuh amaki otxona oldidan o'tayotganda uni ko'rib qoldi va qattiq kishnab yubordi. Nuh amaki o'z otini ko'rib unga shoshildi. U otxonaning egasi bilan qattiq tortishdi va oxiri o'z otini qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Nuh amaki oti o'lgan deb o'ylagan edi, lekin tez orada uni kechirdi va mehribonlik bilan parvarish qila boshladi. Cho'lda qolganga sarob ko'l bo'lib ko'rinadi. Boriga shukur qilmaganga bori ham tortib olinadi. Rohat evaziga azobga uchraydi." Mana bolajonlar, qisqagina ertagimizda ancha ibratli hollar bor. Arab tilidan Abdurahmon Safo o'zbek tiliga o'girdi.